bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ha, ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chiryapsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birisi ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Vah. O, qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'mi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirayotgan suvda nima mazza var siz? Chimangul. Bir china so'g'uq suv akirang qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsalar, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xush qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bir narsani o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lida o'qiganini ko'rsam, shuni o'zi kifoya. Keling. Kesar ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'yadi demoqchiman. Mushum davolashildimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Voy, sara. Nima? Men sarangmi? Sara. Rost sara. Özlügüm yarim ey Navat bilene jügan Voy, buyala nimandaq tutuq? Qini ko'zdan ketdiqdan mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning holiga boqmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zamon o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'yinlarga kirib, ganda o'z tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandini tatib olinglar desangiz, voy, nech pul bersa, o texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da. O chaqda qalamga siyasi xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yiliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tukurik to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yezib qolsam, cho'qim sizga ib kelma. Nima? Endi mush tukurik to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tukurikni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mush dehqonlarni ketman chapqanda-chi, qarang, qo'liga tukurib turib ketman chapidi. U ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tukurdi, qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tukuramdi, tukamamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tukirib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'a narsa chiqdi. Agar hech bir qasam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi?
Sizning ish xotiningizni istetameysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqidek. Shimol qutbidagi ba'zi mamlakatlarda konga bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasin yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Nafat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimni e'lon qilay. Taqtuq yaqinmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yez qo'ying. Hey, u degan sarang chopsa qocha. Nima deb? Meni bekadim, nima deb ko'rsataymi? Buni sana. Eşeğini yediğin cüvay demek. Tazım vuruptu der sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudayım saklaptı. Ağır vatamda. O çekem. Siz o saranga esli sürüp kastınız zamandı. Nimdep mi esli sürgensiz o saranga? Onun saralығы ben dedim bilme. Köp gündüz adam vurganda qarganda qiyip kızı sarağını okşaydı o. Yamancık vurgat yapşadı işki bir qadam bilen beşim bek ağır kip vardı. Birdem aramasanız yakışıp kalırsınız. Doktor kapırayım ya. Ya buldu birdem aramay olay. Jürüne bomsa ağa öykürüp birdem yetip elin. Bu yad yazsanızın bərber aramagandek bolmaysız. Oy ben. Beşim. Ne oldu Osman? Gelin oturun. Sizin kesiliniz adet kesel emas Osman. Nerinizin çatak çıkka okşaydı. Derhal doktoru körün. Ben sapsaq tursam, neranda qadaş çataşqıdı menin. Qarana, begadinlikka qo'rqib ketyapsiz. Agar neringiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Men eliqi saran quloq tuyib bo'layotgandan keyin neranda ana çatak chiqqa o'xshaydi meni. O'xshaydi. Neringizdan çatak chiqqa o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'p
bo'ldi. Sen olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Ey, gap qilmasam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq yo'q salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, yinib kelsangiz bo'lmamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy meni narim sarangka. Voy men odat soq odamlarni soq tursam? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang bo'lmamdi. Hocam. Voy ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men sen gapini qilib bergan yiliq sarang-chu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyola sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suv ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazim bir saranda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy yenib kirgida men qo'rqima. Ey! Vay. Marasimni alamatsiz zotda. Hey, marasim kim sizda? Hey, sen nima odamsan? Men sarang. Jo'ylama. Ey, men asli sarang. Ishonmasanchi, xotinimni so'rab baq. Doktorim shunda dedi. Hey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning fikri buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Hey! Ya ben seni tanıp kaldım. Sen sarang satıyor diyen ko. Benim rastı sarang boğum yok karam. Şu Nirvan'dan sel çatak çıkıp kalkan takıldı karam. Bir sarangın kokunu çıkışırayı göz aldım kılacağız. Sarangda kılıp kalmalı karam. Bo'ldi. Ma. Buna lekin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Oy, assalomu alaykum. Do'konda avvalgida yaxshi turibmi? To'g'ri, do'konlarni alomat qattiq qilyapsan-ku. Bu shishlik qilib Mana qo'ydim. o'zing shunda payzob alomat qattiq kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'tib kutdimi buni ichi? Yuringlar. Uning qo'li boshimag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lchiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samachaning qo'li bo'sh emasga jiringlar ketaylik. Yuringlar, ketaylik. Hozircha uni tuqqini o'ldirib ketdi desak, mijozimiz o'zib ketdi-da. Ko'rdinglarmi, og'inlar? Bug'uymi ozroqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, hapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Voy haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, samacha sarang emas-da. Ey, mush birondan og'inimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib, og'inlar bir yanchib o'ltiraylik-chi.
İlhamı meşhep kemeden. İlhamı rast çatak çatan değil mi? Hozircha oz bo'lsin-mu, mavu 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqamiz. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm beraman, ha? 600 so'm. Ola adash. Bu degan sening haqqing. Ey, anlasam eli qilmavaz sening oldin to'sib uribdi-ku. Qaysi qilmavaz? Eli bizning dukkan kirgan qilmavaz-chu. Voy sening dukkaningga eliqi nasva so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarang'an nima degina? Ha. Voy isit. Voy isit. Ey, og'zingni chimroq tutma. Agar boshqalarga deb qo'ysang, sochlab bilib qolsa, bizni aldabdi deb, seni mi solaydi, meni mi solaydi? Uftoma. Qo'shimsa. Qo'sh. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq yeb beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz oshqamaylik-a. Nimda sarangda gap qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq yeb berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. To'xta! Sarang, kimdaysan? Ha? Ben sana ne oldu? Kim sarang kim? Sen beni udun ka? Sarang, neymiş kursa? Kim sarang kim? Adem baba! Beni sarang da odam sadek ha? Beni burada bak. Kim sarang kim? Kim sarang kim? Koydun mu? Sarang, bakadım vurup. Bakadım vurup. Sarang. Ya sen mi dükkanın köketmeyin, sarang ulan tavuk verirsen. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Sarang. Oğlum, bu etrafta bir so'ng pulni tuturib qo'yib, sarang olib ketdi. Bo'lmasa yaxshi olib birdi. Hey Osman, quduqpa o'yladik, yeyliq kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deb olibdi ekan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tavba, rasmiy sarang ekan u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Ha, eshitma. Ey, xotin, men yezidlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib sarang olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamarsiz. Og'zingizni chaqib deb gapirmoqchimi? Men paktashgan so'yma emas, Osmonman. Osmondan kelganman. Bu paktashchi so'ymin teshidi, dangal tashmaydi. Ey, men cho yezdik
boshqalarnikiga borgu, kallamni sagitib, Leloni aram oldir deb ketib borma. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, Jizoydicha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishninkini o'smi kerak o'z biznikiga beraman, men beray. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Chopirista mana shu to'xtagan Kuni yuzingizga qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan birga sig'sa kundagilar pishirib qo'yday. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim sarang? Uzang sarang. Sho'pristam. O sarang xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib o'tdi. Ey adash, sen tormozingni tutib o'tasanmanda. Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da o'tatdingiz. Hajab obdayay tiqib qo'yib ekansiz, ha? U pulni nima qilding? Nima qiladin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilyapsiz, ey? Balaga bir aqir kengechak oldim. Yana ushaqcha qarzan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Snopul nag'iz ketgan, uni berdim. Qog'idagi mav kiyimlarni oldim, chiroyliqniki tasavvupdan bo'ldi. Oy. Kichik quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Kichikqa bir narsa olsam ham. Kichik sağda bir narsa olsamamdı bu. Ey, yotma Samatjanman va? Va shuka. Ey, Samatjan aka. Ey, Samatjan. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chiqdim uni. Devletning holini. Ey, do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Ey, tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. U bichara sarangib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun soqchi ko'rib deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Ey, sen Samatjan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'lim, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadi.